Tuqqan ayol chillada o'zini issiq saqlashi kerak. Bilasizmi, men sizga hozir bir sirni ochaman. Xitoy ayollari homiladorlarni olovli idishga, tuqqan ayolni esa muzlagan idishga o'xshatar ekan. Tug'ruqdan keyin ayolni tez tiklanishi uchun chillada o'zingizni issiq saqlash juda ahamiyatli. Albatta, oyog'ingizda paypoq bo'lsin. Adyolga o'ranib oling. Sovqotishdan ehtiyot bo'ling. Doim o'zingizdan sovqotmayapmanmi deb so'rab turing. Yoqimli ichimliklarni issiq holida iching. Bu nafaqat sizni ichki tiklanishingizga, balki ko'kraklarga sut kelishida foydali. Tanovul qilayotgan taomlaringiz issiq, yumshoq, yog'li va to'yimli bo'lsin. Ularga ziravorlardan zanjabil qo'shsangiz bo'ladi. Issiq suvda cho'miling. Eng asosiysi, sizga eng yoqimli issiqlik beruvchi jajji yurakchangizni ko'p quchoqlang. Videoga like bosishni va menga obuna bo'lishni unutmang.